Aşklar, just. Mana shu kulayotgan quyosh nurlari teri saratonini keltirib chiqarishi mumkinligini bilasizmi? Videoni oxirigacha ko'ring, buni ilmiy jihatdan tushuntirib beraman. American Cancer Society ma'lumotlariga ko'ra, har yili 1,5 milliondan ortiq odamda teri saratoni tashxisi qo'yiladi. 60 mingga yaqin kishi esa bu kasallik tufayli vafot etishi mumkin. Xo'sh, buning sababi nima? Quyoshdan keladigan ultrabinafsha nurlar inson uchun kanserogen omil hisoblanadi. Takroriy ultrabinafsha nurlar ta'siri teri hujayralaridagi DNKga zarar yetkazadi. Organizm bu zararni tuzatishga harakat qiladi, ammo vaqt o'tishi bilan mutatsiyalar paydo bo'lishi mumkin. Agar ular hujayra o'sishini boshqaruvchi genlarda yuz bersa, teri saratonining rivojlanish xavfi juda ham ortib ketadi. Shuning uchun mutaxassislar soat 10 dan kechqurungi 16:00 oralig'ida uzoq vaqt to'g'ridan-to'g'ri quyosh ostida qolmaslikni va quyoshni saqlovchi kremlarni tavsiya qiladi. Shu sababdan ham hozirgi quyoshli va issiq kunlarda o'zingizni iloji boricha asrashingizni so'rab qolgan bo'ladim va video yoqqan bo'lsa, iloji boricha ko'proq do'stlaringizga tarqatishingizni so'rab qolgan bo'ladim. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.